Gapir. Kirdim, nima oli? Halim bormi so'rachi? Aka halim bormisizlarda? So'rama, pizza oladesa, pizza olasan-da. Hop. Nima yana? Siz baqir qo'rqitib yubordingiz-da, o'zi qanaqasidan olib deb telefon qilib so'ramoqchi edim. Farqi yo'q, 3 tami 4 ta pizza olib kelibdi. Hozir qornim och. Voy, 4 tani nima qilasiz? Bittasini bugun yeyman, bittasini ertaga, bittasini chorshanba kuni, bittasini bir oydan keyin yeyman. Tushundim. Ha, Aka hozir Mamatdek kassir akadan so'ragan edim. nimani? Pizzani bir oy saqlab bo'lmasa ekan-ku, ovraymi? Men o'zim saqlab olaman, olib kel, iltimos. O'zingiz bilasiz. Gapir. Bo'ldi, zakazni berib yubordim. Zo'r qilibsan. Faqat qarang, ozgina pul yetmayapti edi. Katta shor, Kimnikini? tog'aynikini. Abush tog'amizdan aytasizmi? Ha? Nimaga? Ularga tashlayman, borib to'lab ketadi. To'xtang, men hozir ularni so'ray, vaqtlari bormi? So'rama, o'zingni kartangni tashla. Odam shunaqa jiddiy bo'ladimi? Hozir tashlayman, baqirurma. Ana keldi. Aziz, Ha, pizza qani? kimmi ha? Uzr o'tolganini o'ylanma. Nima bo'ldi o'zi? Berishsiz pizza chiqarganman. Halim kelmadi, qornim och. Ilovasidan buyurtma qilmadingmi? Qarab. Bellisimoni 10 yillik munosabati bilan 100 ming pizzani tekinga berishyapti. Uning uchun sen ilovasiga 25 santimetrli pepperonini tekinga qo'shib berishadi. Zakaz qorani hali berib kelmaydi o'rta. Davay, priman. Davay. Aka, bo'ldi, olib kelaman pizzani. O'zichi, ilovadan zakaz qorsa bo'lar ekan. Ketganiga 3 soat bo'ldi. Pizza kelib bo'ldi. Hozir olib boraymi, olib bormaymi? Qaytarib berchi olarmikan? Unda borib kassirdan so'rab ko'raman. Borma, olib bo'lgansani olib kel uyga endi. Nima qilay? Keyin sabab o'zingiz chiqib keling, xonmi?